Nodir aka, Germaniyada ancha yildan beri yashaysiz-da. O'zbekistonda yo'q, lekin shu Yevropa, Germaniyada bor 3 ta yaxshi ko'rgan narsangiz nimani sanab bera olasiz? Xo'p, 3 ta eng yaxshi narsam, ya'ni O'zbekistonda bo'lishni xohlardim. Birinchi galda ko'rib turgan ekologiyangiz. O'zbekistonga tushishim bilan birinchi galda chang uradi, tomoq qitishadi, bo'g'iladi va albatta bu juda ham yomon holat. Ana shu ekologiya birinchisi. Ikkinchisi, ya'ni med xavfsizlik. Men nima deya olaman, bu hammani og'riqli nuqtasi. Ya'ni Germaniyada siz eng boy bo'lasizmi, kansler, prezident bo'lasizmi yoki eng past lavozimda o'tirgan ham xohlagan klinikasida, ya'ni borib davolanish huquqiga ega. Mutlaqo bepul. O'zimda shunaqa bo'ldi, yaqin insonim og'ir kasal bo'lib qoldi, bordik, operatsiya qildirdik, 3 kunda olib chiqib ketdik. Bir tiyin pul beramadik. Bu degani siz qayerdan pul olsamikin, qanaqa davolasamikin degan narsani o'ylamaysiz. Endi uchinchisiga keladigan bo'lsak, bu sal bo'lsa ham xavfsizlik hisoblanadi. Qanaqa ma'noda? Misol uchun, men agar ishlayapman, ishimni yo'qotib qo'yadigan bo'lsam, uyimni pulini kim to'laydi deydigan bo'lsak, davlat uyni pulini kishi boshiga yeb ichishiga pul to'lab beradi. Xohlasa 3 yildan 5 yilgacha to ish topib joylashmagunicha, ya'ni ko'chada qolib ketmaysiz. Mana 3 ta narsani xohlardim bizning vatandoshlarimizda ham bo'lishini. Siz O'zbekistonda nima o'zgarishini xohlardingiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, Yevropaga kelmoqchi bo'lgan do'stingizga yuborib qo'ying.